aziz ota-onalar, aziz ustozlar. Здравствуйте, уважаемые ученики, учителя, уважаемые родители. Bugun ulug' kun, bugun xotira va qadrlash kuni. Mana shu musaffo osmonimiz biz har kuni xavotirsiz, tashvishni his qilmasdan kelishimizda bizni musaffo osmonimiz uchun jonini bergan, fido qilgan insonlarni xizmat qildi. Biz ularni har kuni, har daqiqada xotirlab, ularning haqlariga duo qilishimiz kerak. Barchangizning ushbu muborak kun bilan chin yurakdan tabriklayman. Istaymizki, mana shunday jasoratli ota-bobolarimiz ruhlari siz aziz farzandlarimizni doimo qo'llab-quvvatlasin. Ularning dovyurakligi, jasorati sizlarga o'tsin hamda kelajak avlodga mana shu vatanimizni ozod va obod yetkazib berishingizda siz aziz o'g'illarimga, qizlarimga kuch, qudrat, jasorat, yuksak ilm tilayman. Aziz bolajonlarim, bu kunlarga biz osonlik bilan yetishganimiz yo'q. Bu kunlarni qancha qonlar bilan, qancha jonlar bilan yetishib keldik. Biz buni hech qachon unutmasligimiz kerak. Bir daqiqa ham. Biz faqat mana shu xizmatlarga faqat o'zimizni fidoyiligimiz bilan, sadoqatimiz bilan javob berishimiz kerak. Sadoqatimiz nimada? Hozirgi mana shu sizga yaratib berilayotgan ishonch bilan, umid bilan, davlatimiz tomonidan sizga yaratib berilayotgan barcha shart-sharoitlardan unumli foydalanib, faqat maqsadingiz mana shu ona O'zbekistonimizga xizmat qilish. Xizmat qilganda ham bor kuchingizni kerak bo'lsa mana shu halok bo'lgan ota-bobolarimiz singari hech qachon o'z joningizni emas, ota-onangiz orqangizda turgan singlingiz, qolaversa ona xalqingiz uchun xizmat qilishni o'ylang. Faqat kuchli ilm bilan, kuchli tana bilan bu narsaga erisha olamiz. Faqat so'z bilan, quruq gap bilan o'rtoqlar hech narsaga erisha olmaymiz. Faqat amalda javob berishimiz kerak. Barchangizga e'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Bizni bobolarimizni ruhlari doimo qo'llab-quvvatlab tursin. Rahmat.